Assalamu sevimli qarindoshlarım. Kitob o'qish munbiriga xush keldingiz. Men Mikray Rahman. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbetidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayot tarixi xotirlangan sira shirin buloqni bevosita o'qib tarqatyapman. Navbatdagi temamizda biz Abu Sufyanning kelishim nomini yanglash uchun Madinaga kelganligi degan mazmunda to'xtagan. Mana shu mazmundan boshlab davomlashtiramiz. Endi diqqatinglar bevosita tarqatishda bo'lsin. Abu Sufyanning kelishim nomini yanglash uchun Madinaga kelganligi. Bu qatim sodir qilingan vahshiy qilmish kelishim nomiga xiloflik qilganlik va ahd paymonga ochiq oshkora xiyonat qilganlik bo'lganlikdan Quraysh va uning ittifoqdoshlari bu ishda o'zlarini hech qanday bir o'zra yoki bahona ko'rsatib oqlay olmaydi. Shuning uchun Quraysh taraf o'zlarining taklifi bilan tuzilgan bu kelishim nomini o'z qo'llari bilan buzganligini his qilishib, o'z xiyonatlarining yomon oqibatini ansirdi. Shuninglar darhol kengash tuzdi. Kengashda ular o'zlarining oqsoqoli Abu Sufyan ibn Harbni vakil qilib, kelishim nomini yanglab tuzib kelishga avatishni qaror qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurayshlarning o'z xiyonati uchun cho'qim inkos qaytirdiganligini faraz qilib sahobalarga ehtimol Abu Sufyan kelishim nomini texim puxtalab muddatini uzartish uchun kelib qilishi mumkin degan edi. Abu Sufyan yilqi qarorga asosan yo'lga chiqib Osmonga kelib edi. Madinadan Makkaga qarab kelayotgan Budayil ibn Varqoyi Xuzoyi bilan uchrashib qoldi. Abu Sufyan uni Madinaga berib Muhammad bilan ko'rishdi deb o'ylab, "Nadin kelishing edi Budayil?" deb so'radi. Budayil, "Dengiz sohili va shu tarafdagi jamoatdoshlarni yo'qlab keldim" deb qo'ydi. "Muhammadning qishig'i bormidingmi?" "Yo'q." Budayil Makkaga ravon bo'lib edi. Abu Sufyan agar Madinaga borgan bo'lsa, uning to'gisi cho'qim xurmo urug'chisini yegan bo'ladi, dedi. Budayil to'gisini cho'ktirgan yerga kelib, uning mayqini qo'liga ilib, uvab baxdi va uningdagi xurmo urug'chisini ko'rib, bu Budayil cho'qim Muhammadning qishig'i berib ketdi, dedi. Abu Sufyan Madinaga yetib kelib, Udul qizi Ummu Habiba raziyallohu anhaning uyiga tushdi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ltiradigan palazda o'ltirmoqchi bo'lib edi. Ummu Habiba raziyallohu anha yiliq palazni qatlab elvatdi. Abu Sufyan qiziga, "Ey qizim, bu palazni mendan ayidingmi yoki meni uningdan ayidingmi?" deb so'rab edi. U degan Rasululloh o'ltirib qo'yadigan palaz. "Sen bo'lsang mushrik" deb javob berdi Abu Sufyan. "Asbiray Xudo, sen mendan ayrilib ko'p buzilibsan" dedi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i chiqib, o'zining kelishdagi muddaosini aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning lam jim demay qo'shimsin turib oldi. Shuning bilan u Abu Bakr raziyallohu anhuning giga berib, uningdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga saloh qilib berishni o'tingan edi. Abu Bakr raziyallohu anhu "Men unda qila olmayman" deb gapni uzatdi. Abu Sufyan Abu Bakr raziyallohu anhuning uyidan chiqib, Umar ibn Hattab raziyallohu anhuning qishig'i keldi. Uningga o'z maqsadini aytgan edi. Umar raziyallohu anhu uning gapiga xafa bo'lganda qilib, "Men sizlar uchun muslim Rasulullohning oldiga boramdiman. Alloh bilan qasamki, agar men sizlar bilan jang qilishga qilchilik asos topadigan bo'lsam, sizlarga hargiz kechiktirmay jang e'lon qilgan bo'lardim" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan Umar raziyallohu anhudan deksini yeb, paypaslab Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga bordi. Bu chaqda uning qishida ayoli Fatima raziyallohu anha bor edi. O'g'li Hasan yiqilib ko'p o'ynab yuratdi. Abu Sufyan Ali raziyallohu anhuga, "Ey Ali, sen bilan ikkimiz xeyli yaqin tuqqanlardanmiz. Men bu yerga bir ish bilan kelgan. Men bu yerdan qandoq kelgan bo'lsam, shundoq yenib kelsam bo'lmas. Shunga men bilan billa berib, Muhammadga gap qilish bersang" dedi. Ali raziyallohu uningga, "Ey Abu Sufyan, qara seni, Rasululloh bir ishni bekitsa, biz oraga tushib gap qilmaymiz" dedi. Abu Sufyan Fatima raziyallohu anhaga qarab, "Ey Fatima, sen bu o'g'lingni buyuralarsanmi? U bizga podshoh bo'lib, umr voyat arablarning qotillardan bo'lar edi" dedi. U, "Azbiray Xudo, mening bu o'g'lim teg'i boshpana bo'lgudek bo'lmadi. Bo'lgan taqdirda Rasululloh kesim qilgan ishga hech kim aralasha olmaydi"
dedi. Bu çağda Abu Sufyanның көз алдыны vahimlik bir qara tuman basqanchığı ciddileşken ve ümitsizlengen halda Ali, mening ishlarim bargansiri chigishilishib ketyapti. Şoňa maňa bir chiqish yo'li ko'rsatgin, dedi. Ali raziyallohu anhu uningga Allah bilan qasamki, men seni rozi qilgudek biror chora topolmayman. Lekin senmu Bani, ya'ni Kanana, Qurayshlarning umlashgan atilishi, xalqning kattisi, undaq bo'lgan ekan, senmu o'z xalqingga boshpana bo'lganligingni jakarlab qo'yib, yo'lingga ravon bo'lgin, dedi. Abu Sufyan, seningcha mushunaq qilsam maqsad hal bo'lamdi, degan edi u. Men cho'qim shundoq bo'ladi deyolmayman, biroq men sana buningdan boshqa yo'l ko'rsatolmayman, dedi. Shuning bilan Abu Sufyan Udul masjidga keldi va ayyuha hannas, menmu o'z xalqimga boshpanahman, dedi-da masjiddan chiqibla Makkaga ravon bo'ldi. U shu mangan peti jiddiy yo'l yurib Makkaga yetib keldi. Quraysh xalqi uning oldiga chiqib, "Ey Abu Sufyan, sapiring qandaq bo'ldi?" deb so'rashgan edi. U, "Men Muhammad bilan ko'rishdim. Azbiray xudo u menga bir egizmi gap qilmadi. Ondan Abu Bakr bilan uchrashdim. Uningdan yaxshilik kelmadi. Orqadan Umar ibn Xattob bilan ko'rishdim. U hammadan bak dushmanlik qildi. Oxirda Ali ibn Abu Talibning yiniga borgan edim. U xili yumshoq muomala qildi. Men shuning degandek ish qilib qaytib keldim. Allah bilan qasamki, bu ishim kor qildimi, yo'q, bilmayman", dedi. Ular Ali seni nimaga buyurgan edi deb so'rashib edi. Abu Sufyan, "U meni Aliga boshpanoh bo'lishga buyurgan edi. Men shunda qildim", dedi. Ular, "Uni Muhammad e'tirof qildimi?" deyishdi. Abu Sufyan, "Yo'q", dedi. Ular, "Seni ahmoq qilg'iniga voy, u odam sana chaqchaq qilibdi xolos", deyishdi. Abu Sufyan, "Yo'q, unda qilmadi. Alloh bilan qasamki, uningdan boshqa yo'lni men topolmadim", deb gapini tugatdi. Urush tayyorligi va uni maxfiy tutish choralari. Imom Tabarani rahimahulloh naql qilgan hadislardan ma'lum bo'lishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Oysha raziyallohu anhaga uningga Quraysh doiralarining Hudabiya kelishimini buzganlik xabari yetib kelishdan 3 kun ilgari safar tayyorligini bitirib qo'yishga va uni maxfiy tutishga buyurgan. Shu kunlarda Abu Bakr raziyallohu anhu Oysha raziyallohu anhaning yoniga kirgan va "Ey qizim, bu nima ish?" deb so'ragan. Oysha raziyallohu anha "Men bilmayman" deb javob bergan. Abu Bakr raziyallohu anhu "Subhanalloh, bu rumliklar bilan urushadigan chaq bo'lmasa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qayerni iroda qiladigandu" deb qolgan. Ayşe raziyallohu anhamu "Menmi bilmedim" degan. Mushu gap bo'lib 3-chi kuni atiganda Amr ibn Salim Juzai 40 otli kishini boshlab Madinaga yetib kelib, "Yeliqi Muhammaddan o'tinmoqchi, ey Xudo parvardigor, necha avlod qadinas o'tgan edi g'amgizor" degan shikoyatnomasini o'qigan. Shu chog'da kishilar ikki taraf o'rtasidagi kelishimning buzilganligini uqqan. Amru kelib 1-2 kundan keyin Budayil ibn Varqoi G'uzoi kelgan. Orqadan Abu Sufyan kelgan. Natijada musulmonlar xabarining rostligini jazmlashtirgan. Asıl kalam Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni urush tayyorligi ko'rib qo'yishga buyurdi va ularga Makkaga yurish qildiganligini ochiq uqtirib, "Ey Alloh, biz Makkaga bostirib kirgicha munofiqlarning Qurayshlarga xabar yetkazib qo'yishdan saqlagin" deb tiladi. Sirtqi qarata ishni texmi maxfiy va sir tutish, shundaqla dushmanlarning diqqatini boshqa yoqqa burash uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Fatada ibn Rabiy raziyallohu anhu boshchiligida 8 kishining fidoyilar qo'shinni tashkillab, uni shu yili, ya'ni hijriyaning 8-yili Ramazonning 5-da Batni Izam degan joy, ya'ni Madinadan 35 chaqirim yiroqlikda bo'lib, Zilhashab bilan Zilmarva o'tirisiga to'g'ri keladi deb izohat beribdi. G'oy kuzatchilik vazifasini o'tashga avatdi. Buningdanki maqsad Madina tarafning lashkari harakatiga tikilib turgan payloqchi ko'zlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni shu taraflarga yurish qilmoqchi o'xshaydi deb qolsin, deb shunday xabar tarqalsin uchun edi deydi.
Mazkur qo'shin buyruqqa binoan davomli yo'l yurib, bir chaqda belgilangan nishonga yetib berib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makkaga qo'shin tortib yurib ketganligi anglandi. Shuning bilan ular otning tizginini Makka tarafga burab, tez yo'l yurib, cho'ng qo'shinning keynidan yetishib oldi. Shu arada sahobalarning Atab ibn Abi Balta raziyallohu anhu Qurayshlarga maktub yozib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularga qo'shin tatmoqchi bo'layotganligidan xabar qilish orqali o'zining Makkadagi bola chaqalarini qo'g'dimoqchi bo'ldi va bu maktubni shu tarafga mangan bir ayolga tutqizib, navoda maktubni sog'-salomat topshirib beralsa, muvofiq suyunchi berdiganligini aytdi. Shuning bilan eliqi xotin maktubni o'rimchichining orasiga yo'shirib, Makkaga qarab yo'l oldi. Şu aman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala tarafından vahiy nasıl bulup, Atab'ның işi haber kılındı. Şun o Ali ibn Abu Talib ve Miqdad raziyallahu anhumalarını atlık yolga saldı. Ve onlarga sizler ikinglar Revzati Haq'ga degan joyga berib, u yerda Makkaga ketib atgan bir ayolni kütünglar. Onun da Makkiliklarga yo'llangan bir parcha maktub bor, uni elib kelinglar dedi. Ular atlarini chaptirib, eliqi joyga yetib borsa, rost degandek bu yerda Makkaga ketib atgan bir xotinni uchratdi. Ular eliq xotinni uloqdan tushirib, maktubni chiqar degan edi. U xotin "Menda maktub yo'q" deb tinib turib oldi. Ular u xotinning yuk taqlarini bir-birlab aqtiribmi, maktubni topa olmadi. Shunga Ali raziyallohu anhu uningga "Alloh bilan qasamki, Rasululloh yolg'on so'zlamaydi. Bizmi ham sana yolg'onni tuhmat qilganimiz yo'q. Sen maktubni chiqar. Bo'lmasa kiyimlaringni soldirib, aqtirimiz" dedi. Bu xotin ishning chataqligini pamdab, uningga "Amsa u yoqqa qarab tur" dedi. Ali raziyallohu anhu boshqa yoqqa qarab turgan edi. U beshidan bir o'rim chashni chuvib, orasidan maktubni chiqarib, Ali raziyallohu anhu sundi. Ali va Miqdad raziyallohu anhumalar darhol Madinaga qaytib, maktubni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga topshirdi. Maktubda mundaq deyilgan edi: Atab ibn Abi Balta'dan Quraysh qatilariga salom. Ma'lum bo'lganki, u maktubda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkaga qo'shin tortmoqchi bo'lib atganligini xabar qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Atabni chaqirtib, "Bu nima ish, ey Atab?" degan edi. U: "Ey Rasululloh, oldirimizlar, qasam qilamanki, mening Allohga va Allohning payg'ambariga bo'lgan iymonim komil. Men bu ishni murtad bo'lib, dindan yonganligim uchun va yoki dinni dunyoga sotganligim uchun qilganim yo'q. Men asli Qurayshlik bo'lmasdan u yerga ko'chman odamman. Mening u yerda bola chaqalarim, urug' tuqqan ahli avlodlarim bor. Ular himoyachisiz qoldi. Boshqa muhojirlarning ahli avlodlari, muhofizat qiladigan tuqqanlari bor. Shunga men bu xatni yo'llash orqali faqat ular orasida bola chaqalarimni qo'g'daydigan bir ahdiga erishmoqchi bo'lgan edim xolos. Boshqa maqsad yo'q" dedi. Bu chaqda Umar ibn Xattob raziyallohu anhu qilichini sug'urib, "Ey Rasululloh, ruxsat qilsizlar, men bu munofiqning qilishini olay. U Allohga va Allohning payg'ambariga osiylik qilibdi. U munofiq bo'libdi" degili turgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "O'zingni besib ol, ey Umar. U degan Badr urushida qatnashgan. Sen bilamsan, Alloh Badrga qatnashganlarga iltifot qilib, xohlaganinglarni qilinglar, men sizlarga mag'firat qilyaptim" degan dedi. Shuning bilan Umar raziyallohu anhu ko'z yesh qilib, "Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir" dedi. Mana shunda qilib Alloh taolo payloqchi, ayg'oqchilarning yo'llarini attida Quraysh taraf musulmonlarning harakat plani va qo'shin tatqanligidan qilch xabarsiz qoldi. Musulmonlar qo'shinining Makkaga qarab atlanganligi. Hijriyaning 8-yili, Ramazonning 10 kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'z o'rnida Abu Rahmil G'iffarni qoldirib, 10 ming sahoba kiramlar bilan Makkaga qarab yurib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Juhfiga yetib kelishiga tog'isi Abbos ibn Abdul Muttalib raziyallohu anhu bilan uchrashdi. U bola chaqalarini elib, o'zining musulmon bo'lganligini jakarlab, hijrat qilib Makkaga qaytib chiqqan edi. Ondan yana Abvoyi degan yerga borganda, yana bir tog'isi Harisning o'g'li Abu Sufyan ibn Haris, Hamisning o'g'li Abdullah ibn Abi Amayya raziyallohu anhuma
bilan uchrashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ilgari bulardan ko'p arziyat yegan va ohanat anglagan bo'lg'achqa bularga qarabmi qo'ymadi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga o'tsa, u yuzini boshqa yoqqa burib oladi. Bu chog'da Ummu Salima radhiyallohu anha: "Ey Rasululloh, o'z tog'ang va hammachangning bolalari sening ularni ma'i zur tutmasliging bilan shaqiy bitalay, ya'ni badbaxtlardan bo'lib ketmasin yana", dedi. Onungacha Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Abu Sufyan ibn Haris Alining bir navrisi inisiga ish o'gitib, "Sen Rasulullohning oldiga berib, Yusuf alayhisalomning qarindoshlari onunga degandek, ular Allohning nomi bilan qasamki, Alloh seni haqiqatan bizdan ortiq qilibdi. Biz jazman xato qilibdik", deyishdi. Qur'oni Karim Sura Yusuf 12-sura 91-oyat. Degan u chaqda sana Rasululloh dinmu yaqinlik so'z qiladigan kishi bo'lmaydi, dedi. Shuning bilan Abu Sufyan ibn Haris payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, Ali radhiyallohu anhu uyatgandek debedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yusuf alayhisalom bir tuqqan qarindoshlarga qaytirgan bunu javobni naql qilib qaytirdi. "Bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin. Alloh eng marhamatli zotdir." Qur'oni Karim Sura Yusuf 12-sura 92-oyat. Bunun bilan Abu Sufyan xo'shallanib, tuvandagi beytlarni o'qidi. "Qasam umri hayotim men alam ko'tirgan chaq, aman g'olib kelar deb lat manat qo'shullari. Hayroniman tingirqab yurar edim ozg'udak, amdi ko'nglim azoda tapqanға haq yusunlari. To'g'ri yo'lni ko'rsatdi, men adovat qilgan zot, qilgan edim qo'g'landi chuvag'an so'rillari." Mush yerga kelganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning maydasiga qattiq birni urib, "Ashu meni qo'g'landi qilganlarning birisi sen eding", dedi. Musulmonlar qo'shini Mari Zahronda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar qo'shinini boshlab yo'l bo'yi zo'ridor holatda ro'zador kechirsizlar. Yo'l bo'yi ro'zador holatda yo'l yurib, oxiri Kudayd, ya'ni izohatda Osman bilan Qadid o'tirsidagi bir suv manbasining nomi debdi. Degan yerga yetib borganda iftor qildi. Musulmonlarmi iftor qildi. Ondan yana otlanib shu kuni kashga Mari Zahronga yetib keldi. Ondan qo'shinga buyruq tushirib, har bir odamning ayrim o't yiqishini o'rlashtirdi. Buning bilan Mari Zahron vadasida 10 ming yerga o't yiqildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bugungi muvaffaqiyatchilikka Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni mas'ul qilgan edi. Abu Sufyan ibn Harbning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelganligi. Qo'shin Mari Zahronga tushgandan keyin Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oq qichiriga minib, o'tinchi yoki biror odam deb Qurayshlarga xabar yetkazib, musulmonlar Makkaga bostirib kirgicha ular Rasulullohning oldiga chiqib, ommalık tilib olsa ekan, adab bir hosa yo'l yurdi. Alloh taolo Qurayshlardan har qanday xabarni üzüb etgan bo'lib, ular qo'rqinish ichida atrofni timiz qilib yuratdi. Bo'libmi Abu Sufyan ibn Arab o'zining Qurayshlarning oqsoqoli bo'lish sifati bilan pat-pat Makkaning sirtiga chiqib, kechini qorong'u, kunduzni issiq demay xabar egallab ko'ngli dakka-dukkida o'tib o'tadi. U bugun oqshommi Hakim ibn Hizam, Budayl ibn Varqoiylar bilan mungdashqash xabar egalladi. Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men hiliqi qichir, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qichiri bilan ketib etib, Ushtumtut Abu Sufyan ibn Harb bilan Budayl ibn Varqoiylarning jiddiy talash-tartish qilayotganligini anglab qoldim. Abu Sufyan: "Bugunkida ko'p o'tni, bundoq ko'p qo'shinni ko'rmaganman", dedi. Budayl uningga javoban: "Bu cho'qim Xozoa qabilasi, ularning urush yana shundoq chechivatgan", dedi. Xozoa degan mundaq ko'p xalq emas, u o'tlar ularning yoqqan o'tlarimi emas, bu ularning qo'shinimi emas, dedi Abu Sufyan. Shuning bilan men uning ovozini to'nibla unli qilib, "Abu Hanzallam Musan", dedi. Abu Hamzal
la Abu Sufyanning kunyat ismi bor edi, deydi, ismi edi, deydi. Abu Sufyanmu mening ovozimni to'nib, Abul Hazli Musan dedi. Abul Fazli Musan deb to'ladi. Men men shu desam, o sana ata-onam pidadur, sen bu yerlarda nima qilib yurasan dedi. Men bilamsan, Rasululloh nihoyat zo'r qo'shin bilan gapdi. Qurayshlarning atiginga voy, azbiray xudo dedim. O endi nima ish qilsam bo'lar, sana ata-onam pidadur degan edi. Men uningga Alloh bilan qasamki, u seni tutib olsa, cho'qim beshingni oladi. Shunga sen bu qichirimning keyniga mingin. Men seni Rasulullohning oldiga opirib amonliq elib beray dedim. Shuning bilan Abu Sufyan keynimga mindi. Qolgan ikki hamroyi qaytib ketishdi. Abbas raziyallohu anhu mundaq deydi. Shuna qilib men uni elib keldim. Har qachonki uning bilan musulmonlar to'pidan bir to'pning yenidan o'ssam, ular bu kim deyishatdi. Onda Rasulullohning qichirini meniklik ekanligimni ko'rsa, Rasulullohning tag'isi ekan, Rasulullohning qichirig'i meni vapto deydi. Bir chog'da men Umar ibn Hattab raziyallohu anhu bar to'pning yenidan o'tib edim. U o'rnidan turib, bu kim deb qoldi. U bizning Rasulullohning qichirig'i meni olganimizni ko'rib, Xudoning dushmani Abu Sufyan ekan-ku. Allohga shukriki, u seni o'ttirda ahda kelishim bo'lmagan holatda qo'lga tushirib beribdi. dedi-de Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bar joyga qarab yugurdi. Menmi qichirni tesiltib, uningdan eshib berib, qichirdan o'zimni etib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kirdim. Umar ibn Hattab raziyallohu anhu mu keynimdan iz besib kirib, Rasululloh, Abu Sufyan ibn Harb Xudoning dushmani kirib keldi. Menga ijozat qilsang, uning qallasini olsam deb turib oldi. Men, Rasululloh, men uningga panohlik berib turdim. Berib bo'ldim, dedim. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yenda birdam o'ltirdim. Bu chaqda men Abu Sufyanning beshini chin quchoqlab tutib olgan edim va Alloh bilan qasamki, bugun kecha uningga mendan boshqa hech kishini qetishga bo'lmaydi, deydim. Umar ibn Hattab raziyallohu anhu Rasulullohning qishida Abu Sufyan to'g'riliq g'alva g'udur qilg'ili turib edi. Men uningga o'zingni besib ol, Umar. Agar u Bani Adi jamoati, Umar raziyallohu anhuning jamoatini demakchi, din bo'lgan bo'lsa, undaq deb ketmagan bo'latding, degan edim. U, Abbas, senmi bo'ldi qilgin. Men sening musulmon bo'lganligingga otam Hattabning musulmon bo'lganligidanmi? Navoda u musulmon bo'lib qolgan bo'lsa, bakra qo'shalman. Bu faqat Rasulullohning sening musulmon bo'lishingni, ya'ni otam Hattabning musulmon bo'lishidanmi bakra yaxshi ko'rganligi uchundir, albatta, dedi. Bu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga, Abbas, uni qonalg'ulug'ingda elib ketib, ata saharda elib kelgin, dedi. Atsa atigini tong saharda uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga elib keldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, "Hey seni, Abu Sufyan, sana Allohning birligini bilish vaqti yetmadimi?" dedi. Abu Sufyan, "Sana ota-onam pidodur. Sen nima degan kang qursoq, nima degan esil ham sili rahimliksan. Bir Allohdan boshqa iloh bo'lsa-de, menga mushu holatda qarg'a kelar edi", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana, "Hey Abu Sufyan, sana mening Allohning payg'ambari ekanligimni to'nish vaqti yetmadimi?" dedi. Abu Sufyan, "Sana ota-onam pidodirki, Rasululloh, sen nima degan kang qursoq, nima degan apuchan va nima degan sili rahimliksan. Ammo huquqini essam ta hozirga qadar dargumandiman", dedi. Bu chaqda Abbas raziyallohu anhu Abu Sufyanga, "Hey seni, Abu Sufyan, to'lib valoqlashmay bo'yningga qilich tushib bo'lguncha shahodat aytib musulmon bo'lsangchu", degan edi. U, "Bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning barhaq payg'ambari" deb shahodat guvohlik aytib musulmon bo'ldi. Ondan Abbas raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga, "Rasululloh, Abu Sufyan huquqparast odam, shunga uningga ozroq imtiyoz bergan bo'lsang", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning taklifiga qo'shildi.
va kimki Abu Sufyanning qo'rosiga kirib olsa aman bo'ladi. Kimki o'z qo'rosidan chiqmasa aman bo'ladi. Kimki Masjidil Haramga kirib olsa aman bo'ladi dedi. Musulmonlar qo'shinining Mari Zahrondan Makkaga qarab yo'lga chiqqanligi. Shu kuni degan, ya'ni Hijriyaning 8-yili Ramazonning 17-kuni chorshanba saharda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'shinni boshlab Mari Zahrondan Makkaga qarab atlandi va Abbos radhiyallohu anhu ga Abu Sufyanni, ya'ni uning musulmon qo'shinni bir-birlab ko'rish uchun vodining tuvan tarafidagi tog' yo'li eg'izida to'xtab turishni topiladi. Abbos radhiyallohu anhu Abu Sufyanni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning degandek tog' yo'li eg'izida to'xtatib turgan edi. U yerdan har qaysi qabila aymoqlar alamlarini lapildatib o'tishga boshladi. Abu Sufyanning oldidan har bir qabila yoki aymoq o'tsa, u "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'raydi. Abbos radhiyallohu anhu uningga masalan Bani Sulaym qabilasi yoki falon aymoq deb javob bersa, Abu Sufyan "Men Bani Sulayman xalqiga nima qilgan bo'lg'aydim?" deydi. Ondan yana bir qabila o'tsa, Abu Sufyan "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi. Abbos radhiyallohu anhu Muzayna qabilasi desa, Abu Sufyan Muzayna xalqiga nima qilgan bo'lg'aydim deydi. Oxir hamma qabila va aymoqlar o'tib bo'ldi. Har qachonki bir qabila yoki bir aymoq uning oldidan o'tsa, u Abbos radhiyallohu anhudan "Bu qaysi qabila?" deb so'raydi va uningga falon qabila yoki falon aymoq deyilsa, u "Men buningga nima qilgan bo'lg'aydim? Men buningga nima qilgan bo'lg'aydim?" deb hammasini og'rinatdi. Oxir bir chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muhojir va ansarlardan tarkib topgan yop yeshil kiyimlik sarxil qo'shin bilan yetib keldi. Ular bir butun tömür kiyim kiyib olg'achqa, ularning ko'z qarchug'idan o'zga hech yeri ko'rinmaydi. Abu Sufyan cho'chigan holda "Subhanalloh, ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos radhiyallohu anhu "Bular Rasululloh, muhojir, ansarlar" degan edi. Abu Sufyan "Bularga hech kishining kuchi yetmagidek" dedi. Ondan u yana "Ey Abbos, bugun qerinishingning o'g'lining saltanati haqiqatan katta bo'lib ketibdi" degan edi. Abbos radhiyallohu anhu "Ey Abu Sufyan, u degan saltanat emas, balki payg'ambarlik" dedi. Abu Sufyan "Undaq desangmi, mayli emasa" dedi. Bu qitimqi yurishda ansarlarning alamini Said ibn Ubada radhiyallohu anhu ko'targan edi. U Abu Sufyanning uduliga kelganda "Ey Abu Sufyan, bugun adibinglarni berdigan kun, haramda urush qilish durust bo'lgan kun, Alloh Qurayshlarni har zabun qiladigan kun" deb qo'yib o'tib ketdi. Shu asnoda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Sufyanning uduliga yetib kelib edi. Abu Sufyan uningga "Ey Rasululloh, Saidning nimalarini degan angladingmi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "U nima dedi?" degan edi. Abu Sufyan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Saidning deganlarini aytdi. Buni anglab Osman bilan Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhumalar "Ey Rasululloh, bizmi Saidning Qurayshlar orasida o'ch ilish xarakterida ish tutishidan andish qilamiz" deyishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Balki bugun Kayba, ya'ni haram, ulug'lanadigan, Alloh Qurayshlarni ilgirkidimmi asoslaydigan kun" dedi. Ondan Said radhiyallohu anhuga odam avatib, uning qo'lidagi alamni tortib olib, uni o'g'li Qays ibn Said radhiyallohu anhuga tutqizdi. Bu orqali asosiy maqsad uningdan kelib chiqadigan ko'ngil azorliqlari hal qilindi. Ya'ni bir so'zda Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhuga tutqizgan deyilgan. Hoş qarindoshlarım, unda bo'lsa bugungi bevosita anglitishni mushada to'xtay. Alloh buyursa, adiliga Qurayshlarning musulmonlar qo'shinining ushtum-tut bostirib kirganligidan hangdan qolganligi degan mazmundan boshlab bevosita o'qishni tarqitamiz. Hammanglarning bu vaqt xayrli bo'lsin. Diqqat berganinglarga rahmat. Allohga omonat.